Kecha Eiffel sepilyapti deb video qo'ygandim. Hozir sepilib bo'ldi. O'shani sizlarga bir kichkina obzor qilib beraman sepilgan holatini. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar do'stlar. Mana do'stlar, Eiffel yomg'ir hamma yo'q, yomg'ir yog'yapti. Kraskalab qo'yganmiz, tashqarida turibdi. Bu turishiga e'tibor beringlar. Menga to'g'risi hamma kachaliklardan ko'ra shu yoqdi. Chunki fasoni neobичный, chiroyli rang. Setkalari sariqqa bo'yalgan. Bu shotkada bo'yalmaydi ekan, bu sepilar ekan. Kecha ko'rdim, to'g'risi men sepish jarayonida bo'lmasdim. Kecha ko'rdim, bular ham alohida polniy rang berib bo'lgandan keyin sariq sepilar ekan bunga, telesvet. Sidinasining razmeri 1.60 bo'ladi. 5.3 profillar asosiy rama. Sotuvda bormi deganlar uchun xuddi shu sotuvda. Narxi 2.700.000 so'm do'stlar. Sifatlari moshni, 1 yil garantiyasi bilan tevasiga xohlagan tentlarini olib beramiz. Xohlasangiz bulutdan, xohlasalaring maloshnidan olib beriladi. Razmerlari lola fason bilan, mana shu lola fason bilan bir xil bo'ladi, 1.60 sidinasi bo'ladi. Buni asli sariq rang bergandan keyin ham chotki bilindi. Dastavka masalasida do'stlar 100.000 so'mga vodiyda Livoy chekasiga dastavka qilib beramiz. O'zimizda transport bor. Nomerni aytib o'taman, kommentariyaga yozib qo'yaman. 33 036 46 56 raqamiga bog'lanishlaring mumkin. Sizlar bilan quvali bola Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Do'stlar, hammamizning kunimiz xayrli, barokatli va eng asosiysi foydali bo'lsin.